Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve la akibete lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala khayri halqihi Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ta'ala ve barakatuhu. Kuni kecha muhtaram prezidentimizni giyohvand vositalarini savdosi bilan shug'ullanishiga qarshi kurashish hamda jamiyatni ushbu tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan judayam muhim qonun imzolandi. Narkotik vositalarni har qanday zamonaviy uslubda bo'lsin tarqatishni jilovlash va ushbu jinoyatlarga jazo choralarini kuchaytirishga qaratilgan qonun desak to'g'ri bo'ladi. Bu qonunda asosiy ko'zda tutilgan maqsad bugun o'sib kelayotgan voyaga yetmagan yoshlarni ushbu tahdidlardan himoya qilish alohida ko'zda tutilgan. Bugungi kunda jamiyatni juda ham qattiq tashvishga solayotgan mana shunday asr vabosi deb nom olgan giyohvandlik bu ofat, bu balo. Bunda insonni sog'lig'i, aqli, jismidagi mana shunday juda ham ko'p kasalliklarni orttirib olishga sababchi bo'ladigan eng bir qabih, yomon holat ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Giyohvandlik moddalarini iste'mol qilgan, uni savdosi bilan shug'ullangan inson har doim qoralangan. Va alal oqibat bularning oxiri fojia bilan yakun topganligini yaxshi bilamiz. Shu munosabat bilan mamlakatimiz rahbariyati tomonidan imzolangan qonun zaruriy va muhim qadam deb atash mumkin. Ushbu masala yuzasidan Prezident administratsiyasi rahbari ham alohida murojaat bilan chiqdilar. Giyohvandlik vositalarini savdosi bilan shug'ullanadigan kishilarga hech kimni tomoshabin bo'lib turishga haqqi yo'q ekanligi bot-bot eslatildi. Darhaqiqat bu ish bilan shug'ullanishlik faqat davlat idorasidagi mas'ullarning ishi emas, balki murojaatda tinglaganimizdek har bir ota-onani, har bir mahalla mas'ullarini, har bir mana shu ustozlarni, muallimlarni va jamiyatda o'zini kerakman, vijdonliman degan, iymonliman degan har bir insonni buyuk mas'uliyati ekanligi eslatildi. Darhaqiqat dinimizda bu borada quyidagicha marhamat qilinadi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Astag'id billah va la tulqu bi aydikum ila tahluka." Ya'ni o'zingizni qo'lingiz bilan o'zingizni halokatga tashlamang dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, islomda zarar berish ham, zarar ko'rish ham yo'q ekanligini muborak hadislarda ta'kidlaganlar. Shunday ekan azizlar, bu ish dinimizda qattiq qoralanadi. Gunohi kabira ekanligini doimo eslatiladi. Bunda jamiyat parokanda bo'ladi, oilalar parokanda bo'ladi. Alloh taolo asrasin. Biz bu ishda befarq qarab turadigan bo'lsak, bu balo hech kimni chetlab o'tmaydi. Shunday ekan, bugun mana shu imzolangan qonunni biz haqiqatda ijrosiga o'tib, jamiyatda har bir inson yanada bir mas'uliyatni oshirishimiz, har bir ishda hushyorlik bilan farzandlardan doimo xabardor bo'lishimiz, ayniqsa ish joyidagi bizning hamkasblarimiz bo'lsin, doimo ularni turmush-turmushiga, axloqi odobiga va ularni mana shu ishlarga aralashib qolmasliklari uchun ham doimo hushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Albatta bu imzolangan qonun va prezident administratsiya rahbarlarining murojaati bizni sergaklikka, hushyorlikka chaqirish kerak. Bir so'z bilan aytganda bizni uyg'otish kerak desak to'g'ri bo'ladi. Ha azizlar, bu qonunan taqiqlangan ish va ma'naviy ma'rifiy jihatdan esa bu buyuk mas'uliyat ekanligi. Ayniqsa qonunda e'tibor qaratilgan jihatlardan biri o'sib kelayotgan, voyaga yetmagan yoshlarni asrab avaylash bu iymon taqozosi. Bizni vijdon amri bo'lish ekanligiga chorlaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi barchalarimizni hifz-i himoyasida asrasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.